Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, o'rtoqlar, sizlar uchun tovarlarni juda ham yaxshilarini topib qo'ydim. Bittadan like bosib, obuna tugmalarini bosib qo'yasizlar. Mana YouTubega video chiqarmaganimizga ham adashmasam 2-3 oy bo'ldi. Sizlar uchun eksklyuzivniy narsalardan qilamiz, ponning obzorlarini. Xudo xolasa, hop, tanishtirishni boshlaymiz. Bo'yi 1.40-45 atrofida uzun ko'ylish, materiallari shtampil. Razmerlari 50 dan 60 gacha poni bor. Rasvetkalarni ko'ryapsizlar, bir 20 xil, 25 xil rasvetkalari bor. Optimga ozgina kelishamiz. Ob'yomga qarab, bu ham ob'yom ham qanaqangi 500 taga, 1000 taga gaplashiladi. Mana ko'ryapsizlar, juda ham yaxshi tovarlar, hammasi sifatlari a'lo darajada. Men hozirlarga ko'rsataman. Mana ko'ringlar, modellarni juda ham yaxshi ishlangan. Buni tikishda o'zini puli ham bunaqangi narxga to'g'ri kelmaydi. 35 ming so'mdan mana shu modellarni bemalol xarid qilsalar ham bo'ladi. 35 ming so'mga bundan tovar beramiz. Chevar puli ham bunaqa emas-ku. 35 ming so'mga ob'yomga 1000 taga, 500 taga kelishamiz. Ko'ryapsizlar, mana bu tomonlar ham ponni shunaqa narxda, 35 ming so'mdan foydalanaverasizlar. Keyin mana duvoykalar bor. Duvoykalarni endi 40 ming qilib beramiz deymi bularni? 40 ming so'mdan mana. Mana ular ham 35 dan beriladi. Ular ham lozimi bilan. Mana lozimi bilan 35 dan. Ham keng chiroyli tikilgan. Mana ularimiz mana atlas nomamiz. Atlas noilar 40 mingdan qilib berishadi işte. Mana 40 mingga 35 ming so'm, duvoyka ham 35 ming, ko'ylak ham 35 ming. Mana ular ham bor ekan. Lozimi bilan ko'ylaklar, ko'ringlar. Bunilari ham nima? Buni nech pul qilib beramiz? Buni ham 35 ming, qaranglar 35 ming so'mdan. Maza qilib olinglar, foydalanib qolinglar. Mana rasvetkalari bor, xudo xolasa, chiroyli ranglarda. Keyin ma'mullar ham bor ekan. Mana qaranglar, toza materiallar, velur. 65 ming so'mdan ekan, toza velur deyapti. Sifatlari a'lo darajada. Hammasinikini ko'rganlarini qo'limdan kelgancha. Mana nech pul bu? Bu ham 35 ming so'm. Qo'limdan kelgancha obzor qilib berdim. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa, kimga kerak bo'lsa, mana pastda kommentariyada Telegram kanal qaratib qo'yganmiz. Kirib ko'rsalardan ham bo'laverdik. Batafsil ma'lumotga pastdagi nomerga aloqaga chiqa olasizlar. Biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan sizlarga tovarlarni tanishtirib boryapmiz. Sog' bo'linglar.